Sizga so'nggi savolim, hayotingizdagi eng esda qolarli voqeani biza bilan ulashsangiz. Bir kichkina qizaloqni operatsiyasini qildim. Unga zudlik bilan qon kerak bo'lib qoldi. Nahotki butun boshli klinikada shu qizchaga to'g'ri keladigan qon bo'lmasa. Behroz Shahidovich, bizning klinikamizda bunaqangi noyob qon turi hech qachon bo'lmagan. Qidiryapmiz, lekin topilmayapti. Doktor, qon mama botdimi? Meni ham, ayolimga ham qon guruhi to'g'ri kelmaydi. Faqat akasiniki to'g'ri keladi. Men roziman, doktor. Ana bo'ldi. Doktor, endi men qachon o'laman? Bu nima deganing bolam? Sening uchun jonimni berdim-ku. Endi qancha yashayman? Bu holat bir qarashda kulgili tuyulishi mumkin, lekin bolani o'zi yosh bo'lishiga qaramasdan o'zini mardonavor tutib, o'zini singlisiga jonini berishga tayyorligi bilan hozirgi zamondagi qanaqadir yerri yoki arzimagan matohni talashadigan, jigarlarga o'rnak bo'ladigan holatga guvoh bo'lgan.